Assalomu alaykum, hurmatli kanalim a'zolari va mehmonlari. Demak, bugungi mavzuyimiz siz yaqin kunlarda nimalardan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Ya'ni yaqin kunlarda ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan vaziyat bormi degan mavzuda bo'ladi. Men tarologman. Ichingizdagi savol javobi yo'q savollaringizga javobini topolmayotgan savollaringizda javob topishda yordam beraman. Ikkita variant bo'ladi. Qalbingizga yaqin variantni tanlang. Birinchi variant nimalarda ehtiyot bo'lishingiz kerak? Ya'ni ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan vaziyatlar bormi yaqin kunlarda? Ikkinchi variant ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan vaziyatlar bormi yaqin kunlarda? Demak, agar siz shaxsiy rasklad olmoqchi bo'lsangiz, shaxsiy ochirim olmoqchi bo'lsangiz, QR kodni skaner qilsangiz, Telegram lichkamga ulanasiz. Agar buni iloji bo'lmaydigan bo'lsa, video ostidagi raqamlarga Telegram, WhatsApp orqali saqlanib qilib yozishingiz mumkin. Birinchi variant ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan vaziyat bormi? Siz o'zingizni yolg'iz qolishdan olib chiqishingiz kerak. Ya'ni balkim siz yaqin kunlarda siz o'zingiz yolg'iz qolishni, o'zingiz bilan o'zingiz qandaydir qorong'u xonada balkim odam suymay qolgan bo'lishingiz mumkin. Atrofdagilardan o'zingiz olib qochib, bir o'zingiz o'tiradigan, mana shunaqa narsaga kirib ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Mana shunaqa holatga kirib ketayotgan bo'lishingiz mumkin. O'z qobig'ingizga kirib qolgan bo'lishingiz mumkin. Mana shu yolg'izlikdan chiqishni tavsiya beryapti karta. Kutilmagan vaziyat bo'lishi mumkin. Agar siz mana shu yolg'iz qolishga bo'lgan xohishni yengib o'tadigan bo'lsangiz, hayotingizga kutilmagan yangiliklar kirib keladi. Balkim agar zerikarli bo'ladigan hayotingiz zerikarli bo'ladigan bo'lsa, mana shu zerikarli hayotdan chiqasiz va hayotingizga muhim qandaydir siz uchun juda ham yangilik bo'lgan o'zgarishlar kirib kelishi mumkin. Keskin burilish bo'ladi. Kutilmaganda siz kutmagan holatda o'zgarishlar bo'ladi hayotingizda. Men chiqa olmayapman, men hal qila olmayapman, menga kimnidir yordami kerak degan vaziyatingiz bo'ladigan bo'lsa, agar holatingiz mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizni motivatsiyangizni tushirmang. Chunki bu holatni bemalol yengib o'tishingiz mumkinligini, qo'lingizdan kelishi mumkinligini ko'rsatyapti karta. Hayotingizga yangilik, iliqlik, mana shu holatlarni, kayfiyatni bemalol o'zingizga sazovat qila olishingiz mumkinligini, bu siz uchun qiyin bo'lgan, tupik vaziyatga tushib qoldim degan o'y-xayollar illyuziya. Uni bemalol yengib o'tasiz. Buni agar o'zingiz xohlasangiz. Shundagina siz hayotingizga yangi uchrashuvlar, yangi insonlar, yangi his-tuyg'ular, iliqlik kirib kelishi mumkin. Ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan nima bor? Ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan vaziyatda fikrlaringiz qarama-qarshi bo'lgan insonlar tarafidan sizga qandaydir ta'sir o'tkazishga harakat qilishlari mumkin. Ya'ni sehr yoki shunga o'xshagan ustoz yoki sizga bilim beradigan, bilim berish bilan shug'ullanadigan inson tarafidan qandaydir o'rtalaringizda konflikt bo'ladigan bo'lsa, qarama-qarshilik bo'ladigan bo'lsa, fikrlaring bir-biriga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, mana shu narsadan ehtiyot bo'lishingizni va konfliktga kirmasligingizni maslahat beraman. Mana shu narsadan saqlaning. Ya'ni insonlar bilan konfliktga kirib ketmang yaqin o'rtada. Fikringizni bir joyga jamlang. Qandaydir fikringiz, niyatingiz, maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu maqsad yo'lida bir nechta harakatlarni amalga oshirishingizni, atrofdagilar bilan esa to'qnashuvdan, fikrlar, qandaydir ziddiyatlar to'qnashuvidan ehtiyot bo'lishingizni tavsiya qilaman. Ayniqsa bu erkak kishi bo'lsa. Shundagina qarang, hayotingizga yana bir mana yuqorida aytganimdek, yana yangi bir boshlang'ich bo'ladi. Yangi bir varaq ochiladi hayotingizda. Qaysidir imtihonni topshirasiz va bu imtihonni topshirish uchun sizni hayotingizdan chiqib ketgan narsalarga rozi bo'lishingiz kerak. Sizni tark etgan yoki yo'qotgan narsalaringizga rozi bo'lib, bu narsadan uzilib yangidan hayot boshlaganingizda bu imtihonni topshirasiz va sizga yana yangi imkoniyatlar beriladi. Shunda sizga finansiy tarafdan, umuman mablag' tarafdan qandaydir o'sish, yangilik
rivojlanish, judayam zo'r yangiliklar kutyapti. Ayniqsa bu biznes, lavozim, ish yo'llari bilan bog'liq. Demak, sizga maslahatim, yolg'iz qolmang, yolg'izlikka kirib ketib qolmang, odamlar bilan konfliktga berilmang. Siz o'zingizni kuchingizni, rivojlanishingizni, energiyangizni rivojlanish yo'liga qaratishingizni tavsiya qilaman, birinchi variant. Demak, ikkinchi variant, nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Bu inson xafagarchilikdan, arazlashishdan. Bu xafagarchilik, arazlash ayniqsa erkak kishidan yoki boshlig'ingiz bo'lishi mumkin, yoki sizni agar davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz, boshlig'ingiz, boshqaruvchi inson yoki oiladagi qandaydir yoshi katta inson, turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin. Umuman erkak, qandaydir erkak turibdi bu yerda. Arazlab, xafa bo'lish va uzoq yo'ldan ehtiyot bo'lishingizni ko'rsatyapti. Yangilik turibdi qandaydir. Bu yerda siz agar tanlov qila olmayotgan holatda bo'lsangiz, qandaydir tanlov qilishingiz shart bo'ladigan holat bo'lsa, agar siz munosabatlarda ikkita munosabatni tengdaniga olib ketayotgan bo'lsangiz, hali qaror qabul qilmagan bo'lsangiz, bu vaziyatni hali beri o'zgartirish niyatingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu vaziyatni o'zgartirishni tavsiya qilaman, chunki buni oxiri yaxshi bo'lmasligi mumkin. Sizni ruhiy holatingizni juda ham og'ir holatga tushirib qo'yadigan holatga olib kelishi mumkin. Qaror qabul qilmaganingiz, arazlab shunday vaziyatni shunday tashlab qochayotganingiz, ikki insondan birini tanlash kerak bo'lgan vaziyatda bu vaziyatni o'zgartirmayotganligingiz sizni ruhiy holatingizni og'ir holatga tushirib qo'yadigan vaziyatga olib kelishi mumkin. Nimalardan ehtiyot bo'lish kerak? Demak, yaqin o'rtada sizni hayotingizni tubdan o'zgartirib yuboradigan qandaydir vaziyat kelib chiqadi. Bu vaziyat sizni hayotingizga yaxshiliklar, iliqlik, zo'r yangiliklar olib keladi, balkim farzand olib kelishi mumkin. Agar siz kimdandir xafa bo'layotgan bo'lsangiz, kimnidir tanlovini qilmayotgan bo'lsangiz, bu yerda faqat yo'lingizni to'sib turgan narsa bu yo'qotgan narsalarga e'tibor qaratish, muammolarga e'tibor qaratish, muammolar bilan o'ralashib qolish, fokusni muammoga qaratish sizni yo'lingizni to'sib turibdi. Qaror qabul qilmaslik, vaziyatni o'zgartirishga harakat qilmaslik, harakatsizlik sizni mana shu ruhiy holatingizni og'ir holatga solib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Endi taqdiringizni chuqur tubdan o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ayniqsa turmush quradigan bo'lsangiz yoki farzandli bo'lmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, qaror qabul qilish kerak vaqtda. Ya'ni harakatsizlik sizni natijani juda ham o'zgartirib, yomon tarafga o'zgartirishi mumkin. Harakat bu juda ham yaxshi natijaga olib keladi. Fokusni muammoga emas, uni yechimiga qaratish kerak. Tanlov qabul qilish kerak. Shundagina agar turmushga chiqadigan bo'lsangiz, uylanadigan bo'lsangiz, mana shu narsa bilan bog'liq muammolaringiz hal bo'lib ketadi. Demak, nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Harakatsizlikdan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Tanlov qabul qilmagan bo'lsangiz, variantlar orasida hali ham vaziyatni o'zgartirmayotgan bo'lsangiz, mana shu vaziyatni o'zgartirish uchun qaror qabul qilishingiz kerak. Bo'lmasam oxiri juda ham og'ir holatda tugashi mumkin. Aytganimdek, bu qaror qabul qilishingiz, qaysidir yo'lni tanlashingiz sizni juda ham yaxshi natijaga olib keladi va vaziyatni bemalol boshqara oladigan holatga olib kelishi mumkin. Agar bu narsalar sevgi munosabatlarida bo'ladigan bo'lsa, siz sevgan insoningizni uchratishingiz mumkinligini ko'rsatyapti bu yerda. Umuman olganda, harakatsizlik sizni dushmaningiz bu yerda. Sizni og'ir holatga olib kelib qo'yishi mumkin. Arazlab muammoni hal qilishdan qochish sizni dushmaningiz hozirgi vaziyatda. Qaror qabul qilish kerak, fokusni muammoga emas, uni yechimiga qaratish kerak. Shunda hammasi juda ham yaxshi bo'ladi. Vaziyatning ustidan siz g'alaba qozonasiz. Ikkinchi variant mana shulardan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha